Assalomu alaykum, Fotimaxon opajonim, yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukur. Avvalambor opajonim, bugungi quvonchli ayyom payg'ambarimizga umid bo'lgan tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Rahmat kattakon. Rahmat sizga ham, umringiz uzoq, tanu joningiz sog'-omon bo'lsin, oila a'zolar, qalbga yaqin insonlar baxtiga doimo o'zingizni ehtiyot qilib yurishingizni tilab qolamiz. Rahmat. Ayni daqiqalarda biz sizni opajonim tabriklar Tava teleradio loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz va kamina mana shu loyihaning boshlovchisi Go'zalxon bilan jonli tarzda muloqotda bo'lib turibsiz. Xursandman. Biz ham baxtiyormiz opajonim, bizning loyihamizga ushbu quvonchli ayyom tavallud kunlaringiz munosabati bilan sizni qutlash, muborakbod etish maqsadida yaqin bir insoningiz tomonidan sizga o'qib eshittirishim kerak bo'lgan ajoyib bir tabrik xatlarimiz bor qo'limda. Sizningcha, mana shunday tabriknomalarni va dil izhorlarni yaqin insonlaringiz orasidan aynan kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Do'stlarim yo'llagan bo'lishi mumkin. Aha, sizni mana shunday quvonchli kun bilan judayam qattiq yaxshi ko'rib qadrlovchi, mehribon, qadrli bo'lgan kelin qizingiz Sarvinozxon opamiz nomlarida va mehribon oila a'zolaringiz, qadrli farzandlaringiz tomonidan loyihamizga siz tomon o'rin olgan ajoyib, unutilmas bo'lgan tabriknomalar o'rin olibdi opajon. Xursandman, juda xursandman. Kelinim ham farzandimda. Borlarga shukur albatta. Ijozat bersangiz, mana shunday qadrli kelin qizingizni siz tomon o'rin olgan ajoyib, unutilmas bo'lgan tabriknomalarni sizga o'qib eshittirsak maylimi, bizni tinglay olasizmi? Albatta tinglayman. Minnatdormiz. Diqqat qilasiz unda. Chiroyingiz gullar naslidan, go'zallikning naqshisiz ona. Qolishmaysiz bahor faslidan. Siz hammadan yaxshisiz ona. Assalomu alaykum. Mening mehribonim, bebahoyim, farishtam, jannatim aziz oyshonim. Sizni bugungi quvonchli ayyom tavallud kunlaringiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Umringiz uzoq, tanu joningiz sog'-omon bo'lsin. Bunaqangi yoshlarni shukronalik quvonchli ayyomlarni ko'pini nishonlab yuring. Avvalambor meni mehr bilan oilangizga qarshi olganingiz uchun, kelin emas balki qizim deganingiz uchun, shunday o'g'lingizni dunyoga keltirib ulg'aytirib menga ishonib topshirganingiz uchun sizdan cheksiz minnatdorman. Sizni juda qattiq yaxshi ko'raman. Doimo yonimizda bo'ling. Sizni duolaringiz, maslahatlaringiz, mehr muhabbatingiz bizga baraka, fayz va tinchlik olib keladi. Alloh umringizni fayzli qilsin. Sog' salomat bo'ling.